Darslarimizda o'quvchilarimiz aktyorlar spesialist o'rgatadi. Sening o'rningga mening jonim olursa bo'lmas edi. Bolangiz yaxshi, vaqtida olib kelishdi. Bolamni kirib ko'rsak bo'ladimi? Bolangiz hozir narkoz ta'sirida 2-3 soatlardan keyin bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Qanday qilib yordam bera olasiz? Hech qanday yordam kerak emas. Bolangiz ahvoli yaxshi. Rahmat doktor. Yo'q, yaxshi ko'rdim. Men ham kelajakda sizga o'xshagan doktor bo'laman va bemorlarni og'irligini yengil qilaman. Siz mening qahramonimsiz. Azbayt bolam, tuzalib kel. Men shifokorlarni haqiqiy xalq qahramonlari deya ayta olaman. Chunki shifokorlar o'z oilalaridan kechib, kun-u tun xalqning salomatligi uchun o'z jonlarini fido qilishga ham tayyor. Qaranglar, Rustam ham bu viruslar o'ldiryapti. O'xshadi, qo'ying. Rostdan ham o'xshayapti. Qo'ying. Axir biz buni uddaladik. Endi odamlarning hayotini saqlab qola olamiz. Judayam bir xavfli virusni vaksinasini yaratib, odamlarning hayotini saqlab qolish mumkin. Kun keladir yovlarning bog'i so'lgaydi, vatanim hurlik degan vaqtga to'lgaydi. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydi, millionlab mangu berdi bo'lar u mahal. Hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha, hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha. Kunlarimiz, kunlar hammaga muhimmat uchun, osmonni mustaqillik uchun, osuda kunlarimiz uchun chegaralarda, yo'llarga qarshi kurashishadi. Shuningdek, bizning maktabimizda ham shunday gvardiyachi qorovul akalarimiz bor va ularga minnatdorchilik sifatida shu obrazni olib chiqishga harakat Nuriddinov, Bektemir, Melqo'ziyev, Shahram, G'iyosov. O'zbekiston! Birinchi raundning nokautinga gap yo'q, Murodjon. Diyor Rishod Elmurod, Magomed Rustam Ixtiyor, bizni qildi baxtiyora, polvonlarga omad yor. O'ngdan chapdan tepadan pastdan 1 2 3 4 perkot, ushading bog'ding belidan torting, bazarli pompali boy. Yanjancha tezkor zarbalaringdan seni Hasanboy. Jahon va Yevropa chempionatlarida ham O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib kelishmoqda. Biz ularni mana shunday qo'llab-quvvatlab va mana shunday tadbirlar ko'proq uyushtirib turishimiz kerak va bokschilarimiz keyingi janglarda ham omad tilab qolamiz. dehqonlarni men qahramon deb bildim. Buning sababi esa dehqonlar
yurtimizning obod bo'lishi uchun, go'zal bo'lishi uchun, dasturxonlarimiz to'kin bo'lishi uchun va bozorlarimiz obod bo'lishi uchun qancha mehnat qiladilar. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsoni, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Shu yerda aytaman, aynan siz bizni qahramonimiz. Biz sizni qahramon sifatida gavdalantiribsizlar, lekin sizni qahramonligingizga biz tan beramiz. Sababi shuncha ko'p o'quvchilarning orasidan mana degan eng nufuzli darajasiga qabul qilinib, tahsil olayotganliklaring va kelgusida bo'lajak kadrlarni eng sari bo'lib yetishishlariga ishonaman va butun xalqqa qahramon bo'lib chiqarishlaringizga tilakdoshman. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz. The great performances I couldn't hear what they were saying, but I could see they performed as really actors for me. And for grade 7s, that's really awesome. Grade 7. So let's give a round of applause. Birinchi marta sizlarni ochiq darslaringizga kirishim, sizlardagi o'zgarish, sizlardagi buncha energiya, shunchalik kreativlik, o'zlaringizni namoyish qilishlaringizni ko'rib, masalan, nafaqat men, balki bu yerdagi hamma ustozlar ham hayratga tushishdi. Tan olib aytaman, 3 marta ko'zimga yosh keldi. Birinchisi shu harbiylarni namoyish etgan vaqtlaringizda, ikkinchisi sportchilarni ko'rsatgan vaqtlaringizda, uchinchisi baribir kasbimga tortaman deydi, o'qituvchilarni ko'rsatgan vaqtlaringizda